Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xush kelibsiz kanalimizga. Bugungi videoni boshlashdan oldin Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. U yerda bolalar psixologiyasi va onalar psixologiyasi haqida ko'plab ma'lumotlar berib o'taman. Bugungi mavzuyimiz bolalardagi qizg'anchiqlik yokida hamma narsani meniki deb tortishi yoki duch kelgan bolani qo'lidagi o'yinchoqni, yegulikni yoki buyumlarni meniki deb tortib olishi, o'ziniki bo'lmasa ham tortib olishi haqida bo'ladi. Bilamizki, kichik yoshdagi bolalar 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bog'chaga borganda yoki o'yingohda o'ynaganda, qo'shni bolalar bilan o'ynaganda o'zini o'yinchoqlarini bu meniki deb aytishadi. Bu yerda normal holat va normal bo'lmagan holat, norma qayerda? Shuni biz aniqlab olishimiz kerak. Avvalambor bilishimiz kerakki, 7 yoshgacha bo'lgan bolalar men va meni buyumlarim orasidagi, men va dunyo orasidagi bog'liqlikni ikkita deb ajratib his qilishmaydi. Ular o'z buyumlarini ham o'zining bir qismi sifatida his qilishadi. Va shu yerda agarda bolani buyumlari tinimsiz, uni so'rog'isiz, uni xohishlariga qaramasdan, qarshiliklariga qaramasdan, qizg'anchiq bo'lma, ukangga ham ber, do'stlaringga ham ber, boshqa bolalar bilan birga o'yna deb majburlansa, bolalar meniki, bu meni o'yinchog'im, meni narsam deganiga qaramasdan baham ko'rishi doimiy talab qilinsa, bu yerda bola o'zini xavfda his qiladi. Ya'niki o'zini shaxsiy chegaralarini, o'zini buyumlarini xavfsiz his qilmaydi. Shu yerda u qarshi chiqishni boshlaydi. Hamma narsani meniki tegmanglar kabi himoya qilishni boshlaydi. Mana shu yerda ham onalar e'tibor berishlari kerakki, bolangizni shaxsiy buyumlari bormi? Uni so'rog'isiz tegilmaydigan shaxsiy buyumlari bormi? Agarda uni shaxsiy buyumlarini siz boshqa bolalarga majburlab olib bersangiz yoki ukasiga majburlab adolat qilaman deb teng bo'lib berish yoki ukangga bersang kattasan, ukang kichkina, ukang yig'layapti deb bolani ukasiga olib bersangiz, bu yerda bola aksincha yana ham qattiq qarshilik qilishni, meniki deb tortishni, o'zining huquqlarini talab qilishni boshlaydi. Bu normal holat hisoblanadi va buni bo'lmasligi ham normal emas. Ya'niki bola o'zini narsalarini himoya qilishi kerak. Qachon bu noodatiy xulq-atvor sifatida qarashimiz mumkin? Qachonki bola o'zini narsalaridan tashqari yo'lda uchragan bolani ham biror o'yinchoqni tortib olaversa, bog'chadagi bolalardagi o'yinchoqlarni hammasini meniki deb oldiga tortsa, boshqalarga o'ynashga bermasa, ularni ursa, urishsa, baqirsa yoki ham uydagi o'yinchoqni ham tinimsiz meniki deb o'ynashga, bitta narsasiga ham qo'lini tekkazishga qo'ymasa, ukasiga birga o'ynashni xohlamasa, mana shu yerda birozgina bu bizaga signal bo'lishi mumkin. Bu bizaga e'tibor talab qilishimiz kerak bo'lgan holat bo'lishi mumkin. Chunki bola o'zini o'yinchog'ini yolg'iz o'ynashni shundoq ham xohlamaydi. Shundoq ham bola o'yinchoqlarini birga o'ynashni, bolalar bilan birga o'ynashni, onasi bilan, ukalari bilan, opalari bilan birga o'ynashni shundoq ham u xohlaydi. Nimaga u bunchalik agressiya qilyapti? Tegmanglar, meniki deb qarshilik bildiryapti. Biz bu yerda birozgina e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan jihatlar borligini, qanaqadir psixologik bu yerda omillar yotgan bo'lishi mumkinligini bilishimiz kerak. Qanaqa psixologik omillar yotishi mumkin? Agarda farzandingiz o'zini buyumlaridan tashqari ham boshqa bolalarni, duch kelgan bolani qo'lidagi narsani tortib olayotgan bo'lsa, juda ham agressiya bilan meniki deb qarshilik qilayotgan bo'lsa, bunday bolalarni biz shaxsiy chegarasini himoya qila olmayotgan bolalar deb ataymiz. 7 yoshgacha bilamizki, bolalar onani ruhiy, psixoemotsional fonida turadi. Bu nima degani? Bola onani hislarini his qiladi, bolalar onasini hissiy maydonida yashaydi deymiz yoki hissiy fonida yashaydi. Bola tug'ilar ekan, u onadan tana jihatidan uzildi, lekin u hali emotsional, hissiy uzilmadi. U haligacha onani his-tuyg'ularini his qiladi. Homiladorlik davrida bola onani qanaqa his qilib tursa, tug'ilgandan keyin ham bu jarayon davom etadi. Qachongacha davom etadi? Bu 3-4 yoshgacha to'liq his qiladi onani hissiy holatini. Ana undan keyin biroz kamayib, 7 yoshgacha ham bolalar onani hali ruhiy holatini juda ham kuchli his qilishadi. Bu yerda biz boladagi holatni onadan qidiramiz. Chunki bola onaga ko'zgu hisoblanadi. Agarda onani ichki holatida shaxsiy chegaralari buzilgan holatda bo'lsa, ona o'zi shaxsiy chegaralarini himoya qila olmayotgan bo'lsa, onani meniki, bu meni uyim yoki meni buyumlarim menikiga tegilmasin yoki meni ishim, meni hayotim, meni farzandlarim, meni shaxsiy fikrim kabi holatlarni himoya qila olmayotgan bo'lsa, ichidan qiynalayotgan bo'lsa, bola ham buni o'z xatti-harakatida, o'z xulq-atvorida ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Biz onalar bu his-tuyg'ularni ichkariga yutamiz, lekin bolalar hislarini ichkariga yutishmaydi. Ular hammasini tashqariga chiqarishadi. Ya'niki bu muammoning ildizi
onada ham bo'lishi mumkin. Shu yerda biz onani ruhiy holatiga ham e'tibor beramiz. Onani ruhiy holatida agarda meniki ololmayapman, haqqimni talab qila olmayapman, olishim kerak kabi holatlar juda ham ko'p bo'lsa, ich-ichida miyasida mana shunaqa fikrlar aylanaversa, takrorlayversa, bola ham bularni his qiladi va boshqa bolalarni qo'lidagi buyumlarni olib qo'yib buni ko'rsatadi. Buni ongsiz qiladi. Nimaga qilyapsan desangiz, u javob bera olmaydi. U sizga mana buni uchun buni oldim deb his qilib javob bera olmaydi. Qanchalik qarshilik qilmang, qanchalik jazolamang, urushmang, baqirmang, bu holat davom etaveradi. Avvalambor biz onani o'zgartirishimiz kerak. Onani hissiy holatlarini, biz chegaralarini ko'rib chiqishimiz kerak. Onani shaxsiy chegaralarini miyasida o'rnata olsa, miyasida hal qila olsa o'sha konfliktlarni, bu miyasidan qo'yib bo'lgandan keyin bu fikrlar boshqa bolalarning qo'lidagi o'yinchoqlarni tortib olishni to'xtatadi. Meniki deb qattiq himoya qilishni to'xtatadi. Bunaqa bolalar ko'pincha tunda sevib ham qo'yishadi. Ya'niki ularda enurez bo'ladi. Yoki ularning onasida siydik yo'llari bilan muammolar bo'ladi. Tez-tez sistit bo'lishi mumkin yoki tez-tez vyudeleniyalar bo'lishi mumkin. Siydik yo'llarida shamollashlar bo'lishi mumkin. Bolada esa enurez bo'lishi mumkin. Bularning hammasining psixologik sababi bitta, ya'niki shaxsiy chegara masalasi bilan bog'liq bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha kimdadir savol bo'lsa, marhamat, izohlarda qoldiring. Tushunmagan joylaringiz bormi, fikrlaringiz bormi yoki sizda yoki farzandingizda shunaqa muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling. Telegram kanalimiz Onalar psixologiyasi.